Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi suhbat programmamizga qatnashgan aziz mehmonlarimiz bo'lsa, Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Zolqin Isa apandim, Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi Elshad Hasan Ko'kber apandim va Merkezi Gollandiyadaki Uygur Kişilik Hukuk Fondu'nun reisi Ahmetcan Kasım efendim hemenla sohbet programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Rahmet, hoş bulduk. Hürmetli görünmeler, hemenlarınki haber boğatqındaki yakında ictimai taratqulardımı keng dair tarqılıvatıdı. Bu bunundumu taraf qilib devletlerninki mi diqqatini qo'zg'ayotgan bir masalaga aylanayotgan bir nuqta haqida bugun biz suhbat programmasi uyushtirib turibmiz. U bo'lsa-mu, Xitoyninki ta'tir tashviqoti va Xitoyning ta'tir tashviqotininki eng yorqin qurollardan birisi bo'lgan mustamlik ostidagi vatanimizga bo'lgan yo'llarni ichib etish va u yerga tushayotgan Uyg'urlar. Bu yerga tushayotgan Uyg'urlarninki oqibati va ularning qaytib kelgandan keyin muhojirat Uyg'urlarga olib kelayotgan ta'siri, buningga g'arbdagi demokratik ellarninki tutayotgan pozitsiyasi bo'lsa, hammalarninki qiziqayotgan bir nuqtasi bo'lib kelmoqda. Bugun sizlar bilan mushu nuqtalarni o'rtoqlashish uchun suhbat programmamizni davomlashtiramiz. Xo'sh, hurmatli Zolqin Isa apandim, sizning xabaringiz bo'lgandek, Xitoyninki bu qurol orqali nurg'unlagan Uyg'urlar vatanga tushyotidi. Bu kundan kunga bu sonlar ishib menyotidi. Va hammamizninki xabar bo'lgandek 11 davlat va parlament Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilgan. Xitoyning irqiy qirg'inchiliklari hilam to'xtovsiz davom qilayotgan bir ahvolda buningki aks ta'siri qandoq bo'ladi? Bu haqda bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Oldu, rahmet bu programga teklif kılığınız için. Asası sualınızın asas noktası kelsek, hem de biraz bu işin görünüş hakkında bir kanca söz kılıç doğru girdi. Xitayning vatanimizda berayotgan erkiy qirg'inchiligi 2016 yil 2017 yili rasmiy erkiy qirg'inchilik seviyasida davom qilgandan keyin buni 2018 yilning oxirlarigacha dunyoning diqqat e'tibori toza qo'zg'almadi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti erkiy qirg'inchilikning oldini olish komitetining Xitoy dokladini ko'zdan kechirishi bilan va dunyo qurultiyi boshliq chet eldagi Uyg'ur tashkilotlarining faoliyatchilarining qo'ldan kelgan darajada dunyoga bu erkiy qirg'inchilikni anglitishlar bilan va bir qism kamp shoirlarining chet elga chiqishi bilan bu Xitoy hukumati buni tamamen bir yepiq quti ichida Uyg'urlarni qirib tugatmoqchi bo'lgan bu nimasi rezil muhayiti pash bo'lib qoldi. Undan keyin Uyg'ur sudi qurildi, tadqiqotlarni ifodi, dokladlarni, natijalarini e'lon qildi. Siz degandagidek 11 dan ortiq parlament 2022 yili tunji Kanada parlamenti Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilgandan boshlab shuning bilan bu masala Xitoyning jimjit bu Uyg'urlarni qirg'in tugatman degan bu nimasiga maqsadiga yetolmaydiganligini ko'rsatdi. Hatto Birlashgan Davlatlar Tashkiloti majbur bo'lib, Oliy komissar Bachlarmi bizning vatanga bordi. Garchi uning ziyorati bizim uchun bek foydali ziyorat bo'lmasa-mu, ammo xalqaro besimning sababini bunga Xitoy ruxsat qilish majburiyati tug'ildi va 2022 yil 8 oydami Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Uyg'ur dokladini e'lon qildi. Demak, mushu narsa e'lon qilingan bo'lganida Xitoy hamma nimani yo'q deb, hamma narsani o'zini qochirib tishib keldi. Ama yüzde kaçırdıgan avval tügep bununla kaçırdıgan bir yol kalmağa vaxtıda besinlerden keyin Xitoy hükümeti bazı neslerini özgertişki doğru geldi. Qanday özgertti? Mesela Şinjan 2022 yılın ağır 2023 yılından başlap Şinjan hakkındaki hikayeni yaxşı sözleş doğrultmamı kodladı. Her Xitoy, her xilalik sayohat ajansları bilan chet elliklarni bir qismlarini opirib, YouTube'larni opirib, 5 yulduzli otellarga yotqizib, bu hamma nima normal ekan-ku degan narsani qildi. Undan keyin qadam bosqich bilan chet ellik diplomatlarni, musulmon davlatlarningki muxbirlarini Afrikadan va O'rta Sharqdan opirib, u diplomatlar orqali bu ham ish normal ekan-ku degan yerga
Apadi bunun için varlığımızda mesela Ürümçi'nin %9'un artık tekşiriş punktları. Bu meseleleri biraz emelden kaldırıp hemesini digitallaştırdı. Onun deyinki kadem basqıç bilen 2023 yılının ahırdan başlap 2024 yılından başlap anın deyinki bu sigirni içip bir kısım sigirlerini içip vatanga basa chet aldı bilen bir kısım devletlerinki insanlarga, vatandaşlarga 15 günlük vizini emelden kaldırışını kıldı. An ahırda kadem basqıç bilen andın Uygur tili arkalık özünün meyda, özünün yığıda özünün meyda koruş Xitayning uzundan buyan işletip kelgan bir taktikisi. Bunu Elşad Efendi texim yaxshi dep bereleydi albatta. Degan bu arkalık mana dep hem iş normal ötdi degan bir resimli bir görünüşünü yasaş için bu neslerini yapmadı. Ama Xitayning haqiqiy siyasətdə veya bu erkek kırgıcılığın tok tutuş siyasi bir özgürlük oldu mu dese onun bir özgürlük yok. Fakat taktikisine kısmen özgürlük arkalık dünyaya hem iş normal oldu. Biz bu radikal bir Uygurlarını veya ki bu Mısır digendeki esabi Uygurlarını bir terörizm karşı köreşlerimizde terbiyelep cereyanda Uygurlarını terbiyelep yaxşı adam kıldık. Digen tesiratını bildiriş için bu neslerini kıldı ama bu noktada hem de bizim nurgulagan Uygurlar hem adam vetinini yaxşı gördü, hem adam atanısını yaxşı gördü, hem adam tuğulup ösken yurtun dostunu yaxşı gördü, yaxşı görmeydiğin hiç kim yok. Biz tekimi yaxşı görmüş. Biz tekimi yaxşı görmüş. Ama bir yerde hem de bazı insanlar diyendi de atanısını sekini hiç demek 6-7 yılın yakı çıgıra tamamen takılgan deyinken bunçilik bir şarait hazırlanan vaktin üzde insanların yaratılışı da yaratılışı şahsiyetçilik bacı. İnsanların yaratılışı da şahsiyetçilik ba, şahsi menfaatine, milli menfaatlerden, devlet menfaatinden artık görüş mutlak kök kısımdaki insanların kenildi boğan bir mesele. Şunun için bu dava adamdır diyen az olduğun gap. Bunun için pidakarlık kıldıgan adamlar az olduğun gap. Şunun nurgulun insanlar yüzünden şahsi menfaati bilen kiçikten arzu armallarını kandırış demesi bilen Xitayning bu oyunlarga alet buluvatkan avallaga şahit bulavatımız. Rahmet sizge. Әмде мұшу ұрқы қырғыншылық davamlaşıyotgan vaqtda e'tirof qilgan davlatlarning beshida Amerika Qo'shma Shtatlari keladi va buni ijro qilayotgan rasmiy konkret shaklda amaliy harakatlar bilan Xitoyga qarshi Uyg'urlar tarafda uch qashqar dadillik bilan turayotgan davlatmi yine Amerika bo'lib hisoblandi. Va yaqindami hammalarning xabari bo'lgandek 3 qonun loyihasi o'tirib qo'yilmoqchi va buningki tasdiqlanish ehtimolliqi yuqori deb qaralmoqda. Mushundaq bir ahvolda bu vatan qaytish to'lqini Amerikadami ham kuchaymoqda va vatandan Amerikaga chiqayotganlarmi soni kun sari oshib bormoqda. Bu xil ahvol Amerikada qandaq bir ta'sir paydo qilyotdi, hurmatli Elshad Hasan afandim? Assalomu alaykum. Ta'siri yomon bo'lyotdi. Bunda degan vaqtida Amerika buning bir selishtirma bo'lyotdi. Masalan, bir 2 haftaning oldida Amerikaningki cho'ng gazetlarida, jurnallarda, mediada 2 amerikalik bu ikkalisi Xitoy asli Xitoyga urug' tuqqanlarni yo'qlab borgan. Birisi Amerikaningki Savdo ministrligininki patent huquq ishxonasida ishlaydigan Xitoy. Yana birisi Amerikadagi bir cho'ng bankining boshlig'i bo'lgan bir Xitoy. Bu ikkisi Xitoyga beribdi. Ammo lekin Xitoy bular chegirdan chiqib Amerika qaytamiz degan vaqtida bular Amerika fuqarosi ikkilisini Savdo ministrligida ishlaydigan Xitoyni sen chegaradan kirgan vaqtingda hukumatning qayerda ishlaydiganligini oldin ma'lum qilmabsan deb bu Xitoyni hozirgacha chegaradan chiqarg'izmayotdi. Mana degan vaqtida Uyg'urcha mirzi qamoqda Xitoyda turib qoldi bu. Qaytamayotdi Amerikaga. Yana bir bankining boshlig'imi shu o'xshash bir xil sharoitda kelib qoldi. Amerika bularni qaytarib kelishga tirishyapti.
Endi Xitoy o'zildan bo'lgan Xitoylar keng ko'lamda berib keladi, hukumatning u bu yerlar ishlab. Endi o patent huquqi ishlaydigan bir ishxonadagi Xitoy meningcha bak muhim deb qaralmaydi. Endi Amerikaninkida o patent huquqi ishxonasida. Mushunda bir Xitoyni, bankada ishlaydigan bir Xitoyni tutib olgan Xitoy Amerikada da'vo qatnashgan, namoyishlarga chiqqan, Xitoy elchixonasining oldida shuarni to'ligan bu Uyg'urlarningki berib Amerikadagi Uyg'urlarning hammasi degidek panohlik tilgan. Yana Sharq Turkiston deb turib Amerikaningki panohligini olgan. Bu Uyg'urlarningki panohlik bilan qilib qolganligini Xitoy biladi. Amerikadagi faoliyatlarga qatnashganligini mayli u namoyish qilib borgan bo'lsa-mu, ammo qurultoyninki Amerika Uyg'ur birlashmasining boshqa tashkilotlarning o'rinlashtirgan faoliyatlari kelganlarini balkim bilalaydi. Shunda turib, bu Uyg'urlar boradi, sog' salomat kelyotidi. Kelgandan keyin bila bilmay yoki bilib turib Xitoyning tashviqotini qilyotidi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini inkor qilgan bo'ladi. Abay Dolqin esa sobiq raisimiz aytgandek, biz bu yerda milliy qirg'inchilik dedik. Uyg'ur milliy qirg'inchiligi yuz berdi deb. Amerika qonun bilan eng dastlabda Amerika Tashqi ishlar ministerligi Davlat ishlar komitetining raisi bo'lgan Mike Pompeo efendim shuni jakarlagan 2021-yili 1-ayning 19-kuni. Endi biz berib kelish orqali buni inkor qilyapmiz. Bu yerda bundaq bir qirg'inchilikning mavjud emasligini mushu bag'allar Xitoy tarafda turib, Xitoyning yon tayg'i bo'lib, Dolqin hozir deganga o'xshash, Xitoyningki o'zining meyida o'zining go'shini qo'rish shu usuliga usul o'ynayotdi. Bu Uyg'urlarga nihoyatda cho'ng salbiy ta'sir beryapti. Uyg'ur faoliyatchilariga, Uyg'ur faoliyatiga va mushu kelgusida o'tadigan 3 qonunning muhim parlamentga tushib u yerda dattalash bo'lgan vaqtida balkim bumi ko'tarilib chiqishi mumkin. Agar bu ko'tarilib chiqsa, bu yerda bu qonunning o'tishiga balkim salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki Amerikaning Tashqi ishlar ministerligininkida kim bodi, kim ketdi hammasining tizimligi bo'ladi. Agar keng ko'lamda Uyg'urlar berib kelsa, buningga isbot bo'ladi. Demak, bu Uyg'urlarda milliy qirg'inchilik yo'q-ki, bora oladi-ki, kela oladi-ki. Chunki biz milliy qirg'inchilik degan vaqtida bu qirg'inchilik qonuniga asoslanib, ya'ni BDT'ninki 1948-yili tasdiqlagan milliy qirg'inchilikninki oldini olish va jazolash qonuniga asoslanib bizningki milliy qirg'inchilikni e'tirof qilgan xalqarada. Bu qonun nereden kelgan desa, Yahudi milliy qirg'inchiligidan keyinki Yahudi qonunshunos Rafael Lemkinninki asosiy nimasi bilan, loyihasi bilan bu qonun BDT'ning qonuni bo'lgan. Har qanday bir Yahudi o qonunni yoki o bo'lgan milliy qirg'inchilikni o'zi berib isbotlamaydi. Biz buni qilyapmiz. Buning salbiy ta'siri cho'qim ko'riladi. Meningcha salbiy ta'sirninki birinchi ko'rinayotgani Gollandiyadagi o chiqqan men to'rda menmi ko'rdim. Meningcha Ahmadjon inimiz hali uni tafsil so'zlaydi. Amerikadami Xitoy bilan bo'lgan munosabat eng keskin, eng nozik bir vaqt. Bunda vaqtda Amerikadagi Uyg'urlarninki kimlar beryapti, kimlar kelyapti, bularga hukumat alohida ko'z tutdi. Bu bizga nihoyatda salbiy bir ta'sir ko'rsatyapti. Dolqin abay ta'kidladi, men ortiq gapirmayman. Shaxsiy manfaatni milliy manfaatning ustiga qo'yish normal vaqtlarda tushangin bo'lishi mumkin. Shaxsan men tushunmayman. Normal vaqtlarda. Ammo bizningki nomimiz Uyg'ur milliy qirg'inchilik degan bu nom bilan tarix betiga kirgan, BDT'ga kirgan,
Amerika'nın hüccetleriga kirgan. Biz buni o'z qo'limiz bilan yana yolg'onga chiqarishga mushu odamlar bag'allar sabab bo'lyapti. Rahmat. Sizga rahmat. Aziz qarindoshlar, Elshad Hasan efendim deb o'tgandek, yaqinda Gollandiya Uyg'ur kishilik huquq fondininki rasmiy tor betida mushu Gollandiya hukumatiningki Gollandiya Uyg'urlarni mushu haqda ogohlantirish uchun ataytan bir uçurlandırış bəgəllikini bildirib bir bayanat bəgən idi. Biz bunu özümüzdeki günlük xəbərlərdə xəbər şəkildə bərgən idik. Bugün bolsa Gollandiya Uyğur Kişilik Hüquq Fondu'nun reisi Ahmetcan Qasım efendim turuptu aldığımızda hem de bu vətənge çıqıyatqanlarınki sani bir qədər yuqur bolğan, hətta ən köp bolğan dövlət Gollandiya xatalaşmısam. Bu yerde bu qilivergandan keyin buningki Gollandiya hukumatining diqqatini tortqidek ahvol kelgan gap. Endi buningga sizlarningki Gollandiya hukumatiga bergan javobinglar qanday bo'ldi va u uqtirishni chiqargandan keyin qanday bir tadbir qo'llanishni o'ylashyapsizlar? Assalomu alaykum. Mush suhbatda qatnashganingizga rahmat. Men shu Gollandiyada mush o'xshamagan davlatlarninki mush o'xshamagan mush hukumat organlaridan xabarlarni oldik. Gollandiyaninki masalan mushu ko'chmanlar to'g'risida qildigan bir ayrim bo'lim var. Uni END deydi. Amerikaning ICE o'xshab qoldi. U bo'limi mushu ko'chmanlar to'g'risida ish qildi. Anki biz tashkilot orqali tashqi ishlar bilan ayrim munosabatimiz bor. Mush to'g'risida paranglashgan xabaringlar bordek 2024-yilning oxirida Suriyaning hukumati o'rilib yangi hukumat chiqqan chog'da Gollandiyada ham bo'libmi jiq Yevropadagi bo'lingan birinchi tema Suriyaliklarni qandasi qaytarmaymiz degan temada bo'ldi. Nemishqa? Chunki vatning bexatar bo'ldi, vatning qaysang bo'ldi degan holatdan. Chunki ham hozir Yevropada yashayotgan qarindoshlar bilsizlar, Yevropada o'ngchilarning kuchi xil jiqiyotdi hozir. Dunyoda shundoq, mayada shundoq. Şu muştan bo'lgandan keyin mushu Uyg'urlarningki mushu vatan qaytish to'g'risida 2024-yilda 25-yilda mush yillarni tartib qilgan xabarimiz bo'ldi tashkilot orqali. Mush to'g'risida to'xtamay uchurlarni berib turdik. Tashqi ishlar bu to'g'risida ko'ngil bo'lib, oldingi hafta bizga shu birinchi qatim bizga emaildan yoki boshqa usul orqali bizga uchur avatdi. Bu uchurdan bizga demakchi bo'lgan maqsadi biz Uyg'urlarningki Gollandiyalik grajdani bo'lish bilan Xitoyga qaytib qo'ygan nech ahvollarni xabar oldik. Ham ba'zilarningki Xitoydan chegarasidan qaytib o'tgan to'g'risida uchur oldik. Ammo biz yana tashqi ishlar Gollandiyaning tashqi ishlar ministridan sizlarga yana Uyg'urlarga mushu Uyg'urlar Gollandiya pasporti grajdanligi bilan vatan shu Xitoyga bormaslikni tavsiya qilamiz. Mushuni uqtirib qo'ysanglar, chunki bexatarlik sabab orqali buni imqilmaymiz dedi. Shunga u uchun eliblam biz tashkilot orqali mushu so'zni shu bitta Uyg'urchaga tarjima qilib chiqardik. Xabar mushu Gollandiyadagi qarindoshlarningki xabar bo'lib qolsin, dunyodagi yashayotgan muajiratli Uyg'urlarning xabar bo'lib qolsin deb. Chunki buningki bir muhim narsa Gollandiyada har 2-3 yilda bir qatim bir screening o'tkazdi. Ba'zi vaqtida jiddiy ahvol bo'lib qolsa, yangidan screening o'tkazdi. U qaraydi shu davlatlarning ahvoli qandaroq, Uyg'urlarning ahvoli qandaroq degandek. Va o'nchi hukumat chiqqandan yaqin mushu asosiyatni ko'chmanlarni olmaymiz degan ahvol chiqyapti. Agar buningki oqibati bo'lsa, Uyg'urlarningki masalan ko'p holatda grajdanlik bo'lib, grajdanlik elib Gollandiyalik vatandoshligini elib, yana vatanga qaytib qilgan ish bo'lib qolsa, bu bizningki Uyg'urlarningki keyingi zamonda o'zimizningki mushu siyosiy panoh qilish nimamizga ta'sir bo'lib qilish mumkin. Uni 100% bo'ldi yo bo'lmaydi demayman, chunki siyosat degan narsaga
aldıda bir fikir beremeymiz. Siyaset özgürse münäs özgüreydi. Lekin hazır 10 yıllar bulatkan bir hazırkı muşu siyasi atmosferda muşu ehval Uygurlar için nayta ziyanlık bir diyeyim. Aykin onun desip Uygurlarning jihlerini muşu nimedemu mesela ki Türkiye'den kelgen Uygurlarning kimi Türkiye'deki ahvallar xabarlar bar Türkiye'deki Uygurlar nasıl cəhətdə undaq pek bir xəttər emas vətəndaşlığımız bolsunmu, bolmasımı, iqamət bolsunmu, bolmasımı Türk hökuməti hər qandaq vaxtıda o doğrusu azraq qol salması salalaydı. Şoncaq Uygurlarni muş Türkiye pasport ya vətəndaşlığı bu Uygurlarni qayıt qızıtılған ahvallar yüz berýärdi əmdi Gollandiyadan. O ahval bolğandan keyin Türkiye bərabər bexəttər dövlətgən dep keyin əmdi şundaq əgər ehval əmdi hazırki ehvalda Gollandiyada bir Uygur iqamet nim qılıb qalsa onu normalda herkes qaytamaydı. Lekin muşta ehval yüz beri bəsə vətəndaşlar bərabər bexətterkən qaysanlar buldu ekan dep keyin şunu qanun arqılıq rədd qilish imkaniyeti buldu. Vətəndən muşu Uygurlar Gollandiyadan ya başqa yerdən muşu vətən qayıtdı məsələn ki muşu Xitaydan Çigradan muşu sizlərni Çigradan Uygurlarni rədd qılğan əhvallarını barkən şuna hazır yaxında anlayan uçurlarında bəzən İstanbuldan bir vasitə bizdən vətən uçuduğan aeroplan barkən 2 yıl burun açsaq bir yəni qıptı Türkiye'nin. Aş əhval mı barkən? Yəni o əhvalda hem de şu oylaşımında mesela ki Uygurlar İstanbul'dan vətən qayıtdıqları şu qalsa onu vaqacan Türk hökuməti onu yaxında tosmaydı yani. Çünkü Türk hökumətinin mənim şəxsi qarşımda Uygurlarni tosğan çağda heç qanday özünə fayda olmaydı. Əgər tətküz versə şu yerdən Türk hökuməti bir öz faydası buluşu mümkün. Çünkü kim buldu Uygurlarning iqameti, vətəndaşlıq işlədə texən bək təsop qılğanqa təsop qılğandan səbəb olub qılış mümkün əmdi. Biz şu xəbərlərni Tashqi işlarga deb qoyduq. Gollandiyanın Tashqi işlar ministri bilan deyişib qoyduq. Gollandiyanın Tashqi işlar ministri bilan toxtamay bizning aloqamiz bor. Şuna muş doğrusuda biz toxtamay şu Gollandiya Uyghur Kişilik Hüquq Fondu'nun toxtamay Gollandiyanın Tashqi işlar bilan münasibətini qılıb turmiz. Aykin muş doğrusuda əhvallarni yeni yüz beriyotgan işlarni tashqi ishlar bilan paranglashib muş doğrusuda Uyg'urlarga xabar beramiz. Men Ahmadjonniki qo'shib birini qo'ysam esimga kelganda. Masalan, Amerikada yangi hukumat chiqqandan keyin Trump hukumat asosan mushu ko'chmanlarni tozalash hozir Amerika hukumatining birinchi nishoni. Buni tutyapti, qaytaryapti. Onun bilan birga hozir butun panolik tilashninki hammasini asosan to'xtadi Amerikada. Hatto green card ip bo'lganlarninki garajdan bo'lishi umi to'xtadi demidi, lekin aql suryapti. Burun degan 5 yildan keyin to'shdi green cardni iltimos qilsa garajdanlikqa 6 oyda kelib bo'ladi. Ko'pincha vaqtlarda. Hozir bu balkim 1 yil, balkim 4 yil, 5 yilgacha surilish ehtimoli bor. Yana green cardni ip bo'lib, yeşil cardni ip bo'lib, garajdanlik iltimos aql surilish. Bunda bir sharoitda bu qaytqanlar mana degan vaqtida bu Uyg'ur milliy qirg'inchilig'am bir cho'ng narsa, millatning manfaati bilan. Hozir mushu Amerikada turib qolgan, panolig'i putmagan, ba'zilarining putib, green card chiqmagan, ba'zilarining green card chiqib, garajdan ololmagan bu Uyg'urlarning manfaatigami bevosita ta'sir ko'rsatadi. Chunki Trump hukumatiningki da'vatqini agar o'zining davlatiga qayta olsa, bexatar bo'lsa, shunda mayli u kim bo'lishi mumkin, hammani qaytarib etish. Bu bir sabab. Shuningda bu qaytqanlar bu ulug' milliy manfaatga emas, yenidiki o'zining do'stlarining,
o'zining Amerikada mushu mushkul turmushda yashayotgan dakkudikida qachon panohligim putta. Chunki panohlik putmidi, sen bu davlatda qonunsiz. Hamma ish aql surilib, garchi xizmat ruxsat bo'lgan bilanmi Amerikalikdek huquq manfaatlardan o'zirinolmaydi. Bu hammasiga to'silib mengyotidi. Shuning uchun degan vaqtida bu yerda bu qilmish mashadiki shu panohliklarni kutayotgan, yeşil kartni kutayotgan, garajdonlikni kutayotgan shu qarindoshlarning manfaatiga daxl taruz yetkazyotidi, hattoki ig'irlashsa bularga ziyonkashlik kelib keladi. Bu oqibat nayti ig'ir manda degan vaqtida. Ahmadjon ukamning degini Gollandiyaning boshildi. Amerikaning garchi Uyg'urlarninkini buni demagan bo'lsa-mu, ammo shu tarafga qarab mengyotidi. Yana bir narsa, balkim jiqlar diqqat qilmagan bo'lishi mumkin. Bu Uyg'ur qirg'inchiligininki e'tirof qilinishigimi Amerikaning ichida azroq hozir tavrinishlar bo'lib to'xtab qoldi. Bu tavrinish nima deganda Uyg'ur milliy qirg'inchiligi oldirab chiqarilib qolgan qarormi qaytadan ko'rilamdi deb. Agar bu ovoz ustunlikka ko'tarilib kelsa, bu jiqlarninki bevosita manfaatiga, turishligiga, bolalarning kelgusiga, hammasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Rahmat. Sizga rahmat. Ahmadjon, siz iboyatdan deyish jarayoningizda bu vaqt to'xtalgan vaqtlarda panoh tilashninki o'ngchilarninki saylanib chiqishi bilan, iqtidorda bo'lishi bilan testishib ketayotganligini deb aytdingiz. Gollandiya bo'lsa, iboy deb o'tgandek, irqiy qirg'inchilikni qabul qilgan davlatlarning biri. Va u yerda panoh tilgan Uyg'urlar burun Yevropalik davlatlarning ichida panoh tilab bo'lsa, eng oson qabul qiladigan davlatdi. Gollandiya, Belgiya ikki davlat. Hozir bo'lsa Gollandiyada favqulodda testishib ketibdi. Hatto ba'zi Uyg'ur qarindoshlarimizninki panohlik talablari rad qilinib, kelgan davlatlarga, asosli Uyg'urlar Turkiyadan kelganlik uchun Turkiyaga qaytaritish ehtimolliklari xavf tug'ilayotgan ahvollar bor. Sizningcha bu shu vatanga qaytayotgan Uyg'urlar sabab bilan bevosita zich bog'liqlik bir narsami? Buningga qanday qarash kerak? Buningga sizlar Gollandiya hukumatiga tushuntirgan vaqtinglarda hammasini bir tayoq taydayotgan shaklda bir xavfning keldiganligini eskartib davattamsizlar. Buni bir deb bergan bo'lsangiz. Burada birinchidan vatanga qaytish bir shaxsiy qaror. Bir kishining qarori emas, boshqalarning nimasi emas, shaxsiy qaror. Yani shaxsiy qarorda bir Gollandiyalik grajdani biz Uyg'ur sutini elvatsak, shu qonunga qarshi bir Gollandiyaning grajdanasi Xitoyga sayohat qilib, yo bo'lmasa ashyoga bilet elib borgan narsa Gollandiyaning qonunida u yoqi jazo qonun kirdigan bir ish emas. Normalda grajdanlik bo'lsangiz, xatarlik rayon bo'lmasdan berib kelsangiz bo'ladi. Ammo mayatki murakkabroq narsa bular Uyg'urlar. Uyg'urlar Gollandiya grajdanlik vatandoshini elib borgan chog'da Gollandiyaninkimi nemisi qaraydi. Sizlar ayni vaqtda shu Gollandiya shu iqomat qilgan chog'da shu vatanlarda mana ishlar yuz beryotidi. Yaqinda mana ishlar bo'ldi. Shuni nim qildinglar, lekin vatanlar qayta oladi ekansizlar. Shunga yangi kelgan ahvollar, yangi iqomat qildigan ishlar, iqomat shu Gollandiyada masalan panoh qilgan qarindoshlar bo'lsa, shu to'g'risidami? Mush to'g'risida Gollandiyaning ko'chmanlar idorasidan mush to'g'risida fikr bo'lganligidan xabar oldik bizning tashkilotdan. Masalan, ba'zan END'ninki, shu END Amerikaning ICE Gollandiyaning END deydi. END esa mush Gollandiyaninki shu Uyg'urlarning iqomat shu siyosiy panoh qilgan chog'da uni ya ma'qul deydi, ya yo'q deydi. Ba'zan vaqtida bir seninkini kimi mening bir necha ay burun, yarim yildan burunmi, bir yil burun buni anglaganimda
aşağıda deyilip diken Xitayga qaytaramdık yoki Türkiye qaytaramdık, onu sizler özünüz tanlamsızlar ya bo'lmasa biz tanlab beramdık deb shundayroq gaplar bo'ldi. Bu gaplar birinchidan qanday bo'ldi desangiz, shu o'ngchi hukumat chiqqandan keyin ba'zan mush siyosatni yaxshi ko'radigan davlat amirlari o'zininki shaxsiy narsalar to'g'risida mushtaq qattiq turishi mumkin. Ikkinchidan yana shu Uyg'urlarninki mushtaq holatda shu o'ngchilarninki hukumat chiqishi bilan shu siyosiy hem shu panohlik iqomat oldigan panohlaydiganlarninki to'g'risida siyosat cho'ng o'zgarish bo'lganini his qildik mush Gollandiyada. Cho'ng biz Gollandiya hukumatiga degan chog'da mush ahvolni to'g'ri tushundirdik. Hozirgi yaxshi yeri qancha o'ngchi hukumat hozir bo'lib ketsin, bizning tashqi ishlar bilan munosabatimiz yaxshi. Tashqi ishlar ministrimi yaxshi bir ministr, bu eski ministr emas, yaxshi ministr. Xitoy to'g'risida nachar ishlarni qilgan, yaxshi ishlarni qilgan, lekin har vaqt paranglashgan chog'da bu ahvolni biz shu uzoqroq paranglashimiz endi har bir ahvol bu murakkab ahvol bo'lgandan keyin buni mushtaq to'g'ri holatda tushuntirmasak, buni tushungili bo'lmaydi. Bo'lib sirtga kelgan birsiga. Andan keyin mushtaq holat tushuntirganligimiz sababidan hozir xabar oldik shu Gollandiyaninki tashqi ishlarimi mush to'g'risida shundoq yaxshi holatda xabarlar bor ekan, mush Uyg'urlarning qaytayotgan ahvolda monitor qilib turdi ekan, ko'rib turdi ekan, ham yozilib turdi ekan. Shu narsalar to'g'risida ozroq o'tkazdik. Shu to'g'risida paranglashdik. Ham bu to'g'risida to'xtamay paranglashib turamiz. Agar biz tarafdan xabar bo'lib qolsa, biz ash xabarlarni tashqi ishlar bilan yo'llaymiz, shu to'g'risida paranglashimiz jiddiy asbrak oldigan ish bo'lib qolsa, bir ko'rishma oldigan ish bo'lib qolsa, biz bosoqlik bo'ldi. Shu to'g'risida paranglashimiz. O'ngchilarninki hukumat chiqishligi hammadan muhim narsa, o'ngchilarning hukumat chiqishi siyosiy atmosferani o'zgartirdi. Aslida normal o'tirhol partiyami istamaydigan ishni o'ngchilar partiya texnik radikalni istaganligi uchun uningga azroq yaqinroq boray deb shunga qarab, sal o'ng taraf qarab mangdi. Gollandiya mashtaq bir davlatning birisi bo'lib qoldi hozir. Shu sababli hozir shu siyosiy ahvol, shu siyosiy panohlik qilgan narsalarda shundoq o'zgarish bo'ldi. Mush yili yangi qonun to'g'risida yozilib bitilgandan keyin Gollandiya parlamentida yangi qonun, ko'chmanlar qonunida yangi o'zgarishlar bo'ldi, yangi qonunlar chiqarildi. U qonun o'tandi, o'tmadi bilmaymiz. 2026-yilda Yevropaning qonusi, ko'chmanlar qonusi ijro qilindi. Shu to'g'risida to'g'riliq yana Yevropaga bir davlatlar ash Yevropada ishlangan qonun ijro qilish kerak. Endi u ahvollar to'g'risida qachon mush Uyg'urlarning vatan qaytish ahvolimi shunga birlashib keyingi shu iqomat siyosiy panoh qilgan qarindoshlarimizga ta'sir bo'lib qilishi mumkin. Uni 100% bo'lmaydi deb deyamaymiz. Rahmat. Sizga rahmat. Hürmetlik Dolqun Aysa efendim. Endi bu xil ahvol ostida normalda kishilik huquq tashkilotlarimi biz bilan birga hamkorlashib ishlayotgan va Uyg'ur davosi qiziqayotgan boshqa siyosiy faoliyatchilar hammasi vatanda bo'layotgan yangi o'zgarishlar haqida har vaqt biz bilan aloqada bo'lib turadi. Buning ichida ba'zi demokratik davlatlarning rahbarlari ham bor edi. Endi buningga bularninki tutgan pozitsiyasi qanday bo'tadi va bu ninki yan ta'sirlari demdik hamda shular qanday mengotadi va buningga qanday biz Uyg'ur davosini apmengotgan bo'lish sifatimiz bilan Uyg'ur siyosiy faoliyatchilar qanday tadbir elish kerak, bularni bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Biraz ilgili İlşat efendim ve Ahmetcan efendimle bu vatanga berip kivatkan bu vaziyatning Amerika ve Gollandiyadagi ta'sirining qanday bo'layotganligi haqida yüz qilgan, ko'rgan, uning salbiy ta'sirlari haqida so'zlab o'tdi. Bu umumiylik bir mesele. Çünkü bugün Uyghur meselesi dünyanın hem yerde oldu. Germaniyada mesela 2018'de bir kardeşimizde administration yani hükümetteki tekniklik bir hatalık sebebiyle
qaytırıp etdik dep bir kişi qaytıp ketken. Onundan keyin Germaniya da biz g'alaba qildik bu masalada. Hukumatlar bilan davolaşdik, demizni qildik, odamni akilib yondirib akilish masalasi to'g'riliq harakatlar bunda katta Xitoyning qo'li tushib ketgan odamni akalish mumkin emas, ammo undan keyin Germaniya hech qanday bir Uyg'urni Xitoy qaytirishga bo'lmaydi deb bir qaror chiqargan. Undan keyin hech qanday bir Uyg'urni Xitoy qaytirdi. Ammo keyingi mushu hodisalardan hozir bir qismlarning Germaniyadan chaqqan shaklda siyosiy yechimni qabul qilayotgan. Ama hazır bu nesnenin biraz tesisatkallığa şahit bulatımız Germaniya'da mı? Elbette Germaniya'dan Amerika'da, Kanada'da, Hollandiya'da, Xitay'a bir kivatkallığın sahne pek köpemez. Bu mümkün hem de biz Dünya Kurultayı'nın merkezi var, teşkilatımızın merkezi olan bir yerde ve cemaatçiliğimiz bu bir yerde huşar. Fakat benim anladığım iki kişinin ve dengi bağlılığı ketkenliği de haberimiz var. Elbette Münih'in sırtında bo'lgan Uygur cemaat bilan aralashmaydigan ve yüzünü kaçırıp yürüyen ama Uygur'u buluvatkan şu milli kırgınçılık sebebinden Germaniyada olturmagan ve Germaniyada vatandaş bo'lgan insanların hazır başka yerlerde yani teşkilatlardan uzak durup gitip bakan evalları baken ulamı mehbi şekilde. Ve Germaniyada umuma aval Hollandiya'daki ve Amerika'daki de varımız kanda özümüzden vatını bu dep mağındak bir cesaret filan gitip bakan bir eval yok. Çünkü bir yerdeki cemaatçilik olsun, teşkilatlar olsun bu mesele nait sezgür. Ya, sezgür. Bir yerde bu meselenin kanun Ahmetcan dedik o. Bir devletin vatandaşı bo'lgan dikin, onu o devletin kanunları boyunca Xitoyga berishning o'zi, vatanga berishning o'zi qonun jihatdan to'salg'i yo'q. Deb paralaydi. Bu bir vicdan meselesi, bir milli mesele. Biraz ilgili İlşat efendim dep etti. Burun berip kelgenlerini hem de doğru düşünen bolsak mı dedi. Ben doğru düşünemedim ama onu mu doğru düşünüş mümkün dedi. Ama erki kırgınçılık başlangandan keyin bulupmuş 2017 yıldan keyin zaten chegara etilgan ama o'tgan yildan boshlab bu erki kırgınçılık devam qilayotgandan keyin vatan berip kelgenlerini bu düşünüş mümkün emas dedi. O'xshash. Yani bir yerde bu abiyetin deganlikida Xitoy 2022 yıldan başlap o'xshamaydigan taktiklarni qildi. Şinjan hikoyasini yaxshi so'zlash taktikasini yapadi. Chet ellik bulup musulmon tillik qarindoshlarimizni orqali dunyoni qaymoqtirish taktikasi, ondan keyin ishni bitirablik echitish taktikasi, Uyg'ur tili orqali o'zining yerida uyini qo'rish taktikasi o'xshab qadam bosishdan taktik. Bu shu taktiklarning Xitoy siyosatining bir parchasi. Sonunda bu mesele kelgan vaqtimizin o'zida hamda bu Xitoyga berib kelish meselesi, vatanga berib kelish meselesi albatta hamma odamning vatanni ko'rish huquqi bor. Buning uchun biz milliy qirg'inchilikdan ilgari berib kelganlarni Xitoyning jasusi, xoini, munofiq degan so'zdan ishlatmadik. İmkon bor tashabbus qilmadik. Shaxsan mening pozitsiyam shunday bo'lib kelgan. Tashabbus qilmadik. Ama çünkü şu vaqtlarning o'zi masalan tunji qatim Germaniyada 2001 yilda bir iki kardeşimiz tunca German vatandaşlığını bunun 24 yıl ilgiri 25 yılın aldı gidiyor. Şuna baga vaktinin üzüldü mü? Yani 20 yılın aldığı vatandaki vaziyetler bugünkü vaziyetini siliştirmek mümkün demez. Xitoy biraz dünyadan çekin etti. Unçola bugünkü de eser bir emesti. Ama o vaxtda Uygurların tam besin bağım etti. Bastırış bağım etti. Battı. Şu vaxtlarının üzüde 2001 yılı Germaniyadan şunda yaxşı hatırlayman. Baga vaqtida Aydurumda tuqqanlar chiqishcha Xitoyning saqchilari apirib, bir hotelga apirib 4 kun odin zegicha so'roq qilib, eli yaxshi muomala qilib, eli yomon muomala qilib kelganlikdan qaytib kelgandan keyin bizga deganiki biz Germaniya saqchilariga buni ma'lum qilgan bizda avvallarda. Germaniya saqchi nimalari aralashgan bo'ldi. Undan keyin berib kelganlardan zaten bag'alarning mutlaq ko'p qismini küçükçe apırıp aydırımda ayrım işgalleri oldu iken, oteller varken, çay içimizdeyken, miman kılımızdayken apırıp ulanı Xitoyga işleşke, çeteldeki teşkilatlarının, şahsilerinin, insanların malumatlarını teminleşke kıstıgan, eğer sen bizim ipimizi kılmasan dep ulanın kolda burun bağalladın veya gerçekten çeteldeki yüzden casusları arkalık evet çizgen materyallar, resimlerini koyuş arkalık biz bana bilimiz. Sizin yemiş kılımından haberimiz var. Dep psikolojik bir besim şekillendiriş arkalı bularning şunu şirik qilgan avvallar bo'ldi. Bularning bir qismlari qaytib kelgandiki vaziyatlar deganlar bo'ldi bizga. Bir qismlari
o bir hiç kim izlemedi dep kelgen buldu. Belki hiç kim izlemegen buluşu mümkün ama hazır bu şaraitimizde bağallarının üzerine Xitay hech qanday izlamaydigan, hech qanday chatiq olmay, o'ysak berib keladigan vaziyat mumkin emas. Andan keyin berib kelganlarning bir qismlari normal, jimjit yuzning ishini qilayotganlar bor. Bu yerda 3 xil avvallarga shohid bo'lyapmiz. Bir qismlari haqiqatan yerda bo'lganlarni sosyal medialar orqali va WhatsApp orqali ko'rganlarini deganlar insonlar bor. Yana bir qism insonlar qo'pib bizga ayrim telefon içip, bana bir qaysi telefon açkanlar oldu. Badım, neme kıldım, hatta çigiri itilip kalganın yüzünden kelenmeyenler az Türkiye'ye çıkrak çıktı. Telefon içip, ki vaziyet doğruluk, mandam da iştaba, onda vaziyetin özgergenliği yalgan. Çetlerlik pasport ne yapamaz? Aşı Xitay'dan çıkanlarının belli. Yalgan, mandamda aval, çetlerindeki hakkayısınlarının, teşkilatlarının kam, şu besimleri, faaliyetleri bilen hazır vaziyet bunda mecbur kaldı. Pasport girişke, biraz vaziyetlerini özgertişke, çetel tukallarımız çıkıp girsenli bulup da bizim de kıvatıdı. Ama hazır mı kampıladı insanlar, yılıvatıdı. İnsanlarınki iyelki vaziyet hiçbir yani özgürlük yok. Bak körünüş ki şundan yakşıdak bir tesirat boğan bilen de mehbi bizge uçurdu belgeller var. Hiç kayıp gelip, vayak verip gelip, cimcet, vayak vatandın çıkıp, hiç kanda kılmay cimcet şekilde lamcım demey, kitvatkallar var, kayıp kivatkallar var. Yanı bir xili var hem de bula bek eşetti. Filip o hemen mi cahit iken, güzel iken, acayip olup gitti oturuşlarda, vatanda oturuşlarını, toylarını, mimandajlıklarını, sosyal medyalarda takip köz kılıp, çeteldeki insanların kersanla buludu o. Nait yaxşıken, hiç kanday iş yokken, biz nait güzel oynavatımızda mal teşvikat kılıp, mal dersini kıvatıdı. Demek Xitay hükümetinin, tabii bağlarının 100% hemmisi Xitay'ın teşvikatçısı buluşuna atayın, ama hiç bulmuş şunundan bir kısım insanlarını Xitay hükümeti yüzünün teşvikatçısına aylandırıp alınsa, Xitay bu maksat yetken buldu. Maksatım şu onunki. Maksatım şu. Sizin bu meseleye vaktimizde uşarı buluşumuz gerek. Xitay'ın en azından tamam berip geldin mi değil. Biz onu hain, münafık mı demeyiz. Vicdan çünkü bir kırgınçılık bulavatkan vaxtıda bu milli kırgınçılık yani sen üzerinin tukalları işin olması mümkün ama ya milyon insan cezalanıp bu mu senin kardeşin? Bu ne her kandak bir insandan, her kandak bir Uygur'dan vicdan ilgisinden talep kılış hakkımız var ama hem insandan okşay şekilde vicdanlık buluş ne kütür olmaydı kendinde. Efsus ki. Sonra hiç olması bula payçık geldi ki Xitay'ın teşvikatını kılma sen. Hiç olmasa aşkarı ismini diyemezsen bu teşkilatlara, halkara teşkilatlara, nemelerge kögen bilgenlerini, reallıkni onun perdinin aldığını emez, aksını diyeyim bula atıdı. Koçudaki teşvik bazala, isil restoranlar yasap koygan, birkaç içivetken miçler emez, onun aksını diyeyim bula atkallıklarını. Senin tukallarının psikolojisinden kanday tesirge uçurganlıklarını. Ötken körşenbegen 7 yılın içinde ulan kanday azaplarını tatkallıklarını. Hiç olmazsa bu neseni üzerine turvatkan hükümetlerge ve yakşer teşkilatlar arkalı bunu bildiysen yani bunu hem de bir düşünüş mümkün de oylaymayayım ya. Ama bunu mu kınbay, Popop Xitay'ın teşvikatını kısa hem de bunu apokuldağın bir vaziyet. Hemen şunu bir yerde faaliyet kılatkan devletler teşkilatlarımız uçar buluşumuz gerek. Ve bu dersini muşunu devamlı şekilde tükendirişimiz gerek. O topkan sorulardı. Eğer siz ciddiyorsunuz, ulan mühtem bulunduğun gel. Ama Germaniye'de bu cesaretli kösteme atkanlığının sebebi kurultayının merkezinin yerde boğallığı. Cemaat bu meselede siyasi sezgirliğinin yüksek boğallığı sebebidir. Ve Mehmet'ten verip geldim diyemeyiz. Birisi verip yaptıkken cemaatin içine almadı. Cemaat içine almadı hazır körmeydi o. Bunun bizden merkez gelip cümlelerde faaliyetlerimiz katlaşılan birisi. Cemaat içine almadı. Keremeydi bir yere. Cemaat mu, teşkilatlar mı, muşundak bir vaziyetinin yaratılışına ne kuşke. Açı boptu da biri oturup kopap, biri sorun oynap, biri tamaşık yüksek. Bu normallaşkan aval oldu. Ulan yüzünü ilçi oldu. Bu işin normalleşini normalleşvatkanlığına tesirat bir iştirişvatkan vakti çeteldi mi okşaş tesiratının bilinmesi gerek. Bunun da teşkilatları vazifesidir, vatanperverliği vazifesidir, cemaat gibi vazifesidir. Çünkü bu bedenli bütün Uygurlar telavatıdır.
Rahmet sizge bugünkü söhbet programımız nayeti ünümlük oldu dep oylayman. Ahırda körürmenlerimiz bilen ortaklaşınla bar bolgan köngül sözüňler barmy? Bu sualym 3 ýylyňlardan sorayman. Hemse men başlay. Şu Gollandiyada turuşluk sebep bolgan muş toğrusida azrak bir sözlen dep goýy. Şu Gollandiyadan Wetenge qaytyp kılatgan işleruşta Uygurlarning köňüne geldi. Bulupmy ýyllardan kılatgan Uygur işleriniň ahyry ýok çykmysyn dep ensirewatgan Uygur gärendaşlarym bar. Bu toğrusida biz bu iş toğrusida bir iş kılaýly diýen gärendaşlarym bar. Men bu toğrusida azrak bir ötüp gitey. Bazen gärendaşlar bar muş toğrusida nim kıla alaýmaz dep. Bizninki hämeden kılgan işimiz kança murakkep bolsunmu, kança ters bolsunmu, muş işini, muş aldyna meğizden meğizgacha yaxşı düşendiriş. Gollandiya hökümetige ya bolmasa çet eliniň hökümetlerige. Çet eliniň hökümetleri dötemez. Yaxşı näseni düşündi. Biz yaxşı düşündirişimiz gerek. Bizge onu hazırkıdymı jyk bir mejburiyet düşürdü beşimizge. Hem onundan sırt Meselenki Gollandiyalyk Uygurninki garajlarni tatilleş dep başta ehvala bolmaydy. Çünki Gollandiyaninki hem Ýawropanyň kanunda bir kişini garajdansız koyup koysa halkara kanunga karşı. Şoňa Gollandiyalyk wetendaşlyk bolgan Uygurny weten qaytyp keldi dep Gollandiyalyk garajdanny ew aldygan onda bolmaydy. Çünki o kanunga hilaplyk bir iş. Lekin bizning kıla alaýdygymyz Gollandiyadan weten qaytgan Uygurlarninki az süpetde hem bolmasa ýok süpetde Uygurlarninki işga dawasyga täsir ýetmesligi. Aşu hemini kıla alaýdygan işimiz. Meningki ahyrsydy bir dep goýdugym. Hazırgacha meniň bilginimde 2 Uygurny qaytyrmady Xitay. Birsi Amerikadan emas, başka bir devletden elçixananyň orunlaşdyryşy bilen saýahatga berip, qaytyp kelgenden keyin öz aldyga, ýana çünki saýahat bilen baga wagtynda ata-anasynyň öýde turguzmagan. Ularny apyrıp, Kaşga hotelni çögültüp, onundan keyin mehmanxanada ýatgyzyp, ata-anasy bilen 1-2 saatdan günde görüşdürüp, orunlaşdyrganlygydan bu kişi qaytyp kelip, onundan keyin bir neçe aýdan keyin basam boldyga okşaýdy bir ketim badym dep, qaytyp baga wagtynda hazırgacha 3 aýdan eşip gitip, 4-nji aýga ötüpdi, qaytyp gelenmedi. Demek ya tutuldy, ya lagerda, yoki çigirden çykagızmay watydy. Bu birisi. Ýani birisi Amerikanyň başga bir ýerden bu kişimi hazırgacha qaytyp gelmädigen wagtydan eşip, bir aýdan 2 aýgacha iş bopdy, tek qaytyp gelenmegen. Demek Xitaynyňki wädesi hiç kaçan wäde bolmaýdy. Bagynyň bir özü bir risk. Menda diýen wagt, bir täwekkülçilik. Her kanda wagtyda Xitay her kanda bir Uygurny, meýli o Amerikanyň pasporty bilen bolsun, Germaniýanyň bolsun, Türkiýanyň bolsun, badan tutamadigan wagtda tutalaydy. Seni qaytyrmay, hatda lager, türmelerge solap goýa alaydy. Üýediki tukunyňlarmy awarçylyk goýdy. Çataldy kep kalgan uruk tukunyňmy, eger ailesi bar bolsa, onymy okşaş ýana bir kaýgulyk äsiretki goýdy. Şonuň üçin bagalla aldykeýin daňsap, özüňniň behatarligi, dost braderleriňden, milletiňden, wijdanyňga, imanyňga üz kele alaýdyganlygyny aldyda bir daňsap, ondan karar çykaryşyny soraýman. Rahmet. Hürmetli körürmenler, bugünkü söhbet programımız mişegiç bolsun. Keng qetimlik sanymyzgacha görüşkiç aman bolonglar.